O'tirgan holda, ko'chaga chiqmasdan, sumkada narsalarni ko'tarib yurmasdan sotishni o'rgataman xohlasanglar. Har bitta mahsulot hamma mahsulotlarim shu Oriflame kompaniyasidan olingan mahsulotlar. Mana ko'rib turibsizlar. Oriflame'da 3 ta yo'nalish bo'ladi. Bu o'z uchun mahsulot sotib olish, ikkinchisi biznes yo'nalishi, uchinchisi sayohat. Tekinga sayohatga borish. Kim xohlamaydi tekinga sayohatga borishni? Kim xohlamaydi? Hamma xohlaydi. Hamma uy-joy qilishni xohlaydi. Misol uchun biznes yo'nalishida oldi-sotdi qilish. Uyda o'tirgan holda hech nimani uyma-uy borib sotib yurmaysiz. Faqatgina telefonda turib ish bajarasiz. Ko'chalarga chiqib mana bir xil insonlarni ko'ramiz, sumkasiga mahsulotlarni solib sotib yurishadi uyma-uy. Yo'q, Oriflame kompaniyasida unaqa narsa yo'q. Oriflame kompaniyasida uyda o'tirgan holda ko'chaga chiqmasdan turib ishlash imkoniyatini beradi. Uyingizni eshigiga dastavka murojaatlarimiz mavjud. 12 ta viloyatlarga. Har bitta mahsulotimiz haqida sertifikatlarimiz, nakladnolarimiz bilan keladi. Korobkada, upakovkada hech kim ochmaydi bu. Misol uchun mana shu hamma mahsulotlarim Oriflame kompaniyasidan olingan. Oriflame kompaniyasini hamma eshitgan. Oriflame kompaniyasi 58 yildan beri dunyo bo'yicha nomini o'zgartirmagan, yopilib ketmagan. 6 yildan beri mana qonunlashtirildi. Oldin qonunlashtirilmagan edi, hozir mana qonunlashtirilgan. Oriflame kompaniyasida ko'pchilik faqat kosmetika yo'nalishi deb o'ylardi. Hozir kosmetika ham sog'lomlashtirish yo'nalishi mavjud. Mana bizning kataloglarimiz noldan boshlab o'rgatamiz bepulga. Qiziqqanlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 95lik 551 51 93 Feruza. Keling, ishlaymiz. Uyda o'tirgan ayollarga barcha insonga hozir mablag' kerak. Kim uy olishni xohlaydi, kim mashina olishni xohlaydi, kim chet el sayohatlariga borishni xohlaydi. Hammasini o'rgatamiz noldan. Malakali ustozlarimiz bilan birgalikda.